Gidronefroz buyraklarning tashqi va ichki omillar ta'sirida siydik oqishiga to'sqinlik paydo bo'lishi natijasida kosacha va jom tizimida siydik dimlanishi natijasida kelib chiqadigan kasallikdir. Bu kasallik homilada, homilador ayolda, erkak, ayol, yosh, qari, jamiki hammada uchrashi mumkin. Kasallikning kechishiga ko'ra o'tkir va surunkali turlari hamda buyrakning kosa, jom tizimlarini zararlashiga ko'ra 4 ta bosqichlari farqlanadi. Gidronefrozni o'tkir va surunkali turini ultratovush yordamida impulsli Doppler orqali aniqlay olamiz. O'tkir gidronefroz ko'pincha uretrolit yazlarda kuzatilsa, surunkali gidronefroz bo'lsa, siydik yo'llarini turli tashqi omil qisishi, reflyukslari natijasida turli xil o'smalarning bosimi ta'sirida ham kelib chiqishi mumkin. Gidronefrozning 4 bosqichini biz kosacha jom tizimi hamda parenximaning bir-biriga nisbatiga qarab baholaymiz. 4-bosqichga qarab yaqinlashganda parenxima judayam yupqalashib, kosacha jom tizimi kistoz ko'rinishni oladi. Bunday holatlarni o'zingizda aniqlashni va o'tkazib yubormaslikni xohlasangiz, bel va qo'l sohasidagi og'riqlarda ultratovush shifokoriga murojaat qiling.